Assalomu alaykum ahli TikTok, iltimos qilaman shu videoga bee'tibor bo'lmangizlar. Malkamizda shu videoni foydali qilingizlar. Savob uchun biz Xorasondamiz. Mana shu O'razboy qishlog'idamiz. Shu oynamning ikki poshkasi ham отказ qilgan. Oldi farzandlari hali yosh ekan, 7-sinfda o'qiydi, yaniga qiz ekan. Ulg'a kelayotgan bo'lsak, Nolovoyda o'qiydi. Hozir hech kimi yo'q. Masalan, pochkasiga kelayotgan bo'lsak, polni отказ qilgan, пересадка pochka qilish kerak. Ya'niki 120 ming so'm pul kerak. Shu videoni O'razboyning qishlog'i, Xuroson qishlog'i qancha imkoni baricha tarqatingizlar. Karta nomerlarini aytib o'taylik. Dushanbe City xumolari bor ekan, 909 00 33 54. Kim deb chiqadi aynan? Tashdemir va Sayara deb chiqadi ekan. Imkoni boricha shu videoni iltimos qolaman. Oxirat uchun zaxira bo'lsin, birodarlar. Shu kishini birgalikda saqlab qolaylik. Hammamiz bilamizki, 1 so'mmi, 10 so'mmi uyati yo'q. Imkoni boricha qo'lingizdan kelmasa tarqatib qo'ying, shuning o'zi ham savob deydi. Endi aynan inshaalloh buni har 2 kunning birida deydi, aparib dializ qilib kelyapti. Yana qondan suvni ajratib oladi. Chunki bu har bir tasiga menimcha shu 1000 so'm pul ketsa kerak aynan. Ketadi, 8 ming so'm. Ana shu hozir qancha bo'ldi siz shu ahvoldasiz? 2 oy bo'ldi dializ. 2 oy bo'ldi dializ. 3-oy ketyapti. Endi bu kasalchilikni bilasizlar, pul endi juda ko'p ketyapti. Shu videoga majburlikdan chiqyapti. Agar majbur bo'lmasa shuni chiqmaydi. O'zi nechinchi yil saylan? 77. 77. Oldi farzandingiz necha o'qiydi? 7-sinf o'qiydi. Aytyaptiki biz keyin farzand bor. Shuning uchun bir harakat qilib berak. Savob uchun bir tarqatingizlar, shu insonni kuch birlikda bir saqlab qolaylik. Qancha gruppa bormi? Farqi yo'q, tarqatingizlar. Endi biz shu majburlikdan chiqib turibdi. Shunday bo'lib, aynan sizga o'zi qanday bo'lyapti? Masalan, operatsiya aparib dializ qilishga pullar bormi, yo'qmi? Aynan yordam qilgan navbatni aparadi. Aparadi. Bir marta bir oparsa, bir marta bir oparadi. Mana shu biz Xorasonda turibmiz. Juda ham nasamlar sharoitlari o'zimiz qiyin ekan. Shuni bir harakat qilaylik. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.